Yori borlar bayram qiladigan, yorsizlar esa falakka noliydigan kun. 14-fevral, ya'ni sevgililar kuni. Aslida bu kun bir ruhoniyning o'lim yilligidir. Qadimgi Rim imperiyasida 14-fevral Ma'buda Yunoga bo'lgan hurmat sababli bayram deb e'lon qilingan. Oradan bir kun o'tib, ya'ni 15-fevralda esa rimliklar Ruperkaliya deb nomlangan 3 kunlik bayramni boshlashgan. Bayram arafasida har yili 14-fevral kuni bo'ydoq qizlar o'z ismlarini bir savatga yozib tashlaydilar. Bo'ydoq yigitlar esa shu savatdan tasodifiy ravishda bir ismni tortib olishar va o'sha qiz bilan butun bayram davomida vaqt o'tkazishar edi. Bu bayram esa ko'pincha nikoh bilan yakunlanardi. Lekin imperator 2-Klavdiy bundan qattiq norozi edi, chunki erkaklar oila qurib jang maydoniga chiqishdan bosh tortishardi. Shu bois u muvaqqat ravishda nikohni butun imperiyaga taqiqlaydi. Ammo Valentin ismli bir ruhoniy bu buyruqqa qarshi chiqadi va yoshlarni yashirincha nikohlantirishga davom etadi. Bu ish fosh bo'ladi va imperator uni shafqatsizlarcha kaltaklab o'ldiradi. Bu voqea milodiy 270-yil 14-fevralda sodir bo'lgan. Yillar o'tib Rimda xristianlar va putparastlar soni tenglashadi. Hatto xristianlar ustunlikka erishadi. Shunga qaramay Luperkaliya kabi putparast bayramlar avvalgidek davom etaveradi. Xristian ruhoniylar esa yoshlarimiz putparast bayramlarda ishtirok etmasin deb bir yechim yo'li topadilar. Ular 14-fevralni o'z diniy qahramoni shahid Valentinni yodga olish kuni deb e'lon qilishadi. Shu tariqa bayram o'zgaradi, lekin bo'ydoqlar o'rtasidagi tanishuv va mehr-muhabbat urf-odatlari saqlanib qoladi. Ana shu tarixiy o'zgarishlar natijasida bugun siz 14-fevral kuni sevgingizni isbotlash uchun qimmatbaho sovg'alar olyapsiz. Aslida bu kun putparast bayramlar bilan xristian shahidining yodga olinishi aralashib ketgan, kaltaklangan ruhoniyning yodnomasi xolos.